Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Mana yangi 1 tonnali osmos apparatimizni o'rnatdik. Eskilari xudo xohlasa sotildi. Egalar nasib bo'lsa olib ketadi. 1 tonnali avtomatika. Miyali o'zi litrga o'tkazgan litrga qarab o'zi yuvadi. Qonni tozalaydi. Mana bu yerda mineralniy добавкасы bor. Mana bu arkada ultrafiolet bor. Ultrafiolet. Apparat polностью o'zi o'chib, o'zi yonayotgan qildi. Pastga поплевок qo'ydi. Tepaga специальный bochka uchun поплевок o'zini poplevogini qo'ymadi, bunga spesialniy poplevog olib kelgandi, uni qo'ydi, o'zi o'chirib yoqadi. Nasib bo'lsa, ppm 10 ga yaqin, bu normalni 10 ga yaqin. Kimga qiziq bo'lsa, unaqa apparatlar, suv apparatlar, filtr apparat aloqaga chiqaverasizlar. Primoy Xitoydan fadzakaz 25 kun ichida olib kelib beramiz, suvga qarab analiz qilib. Mana bu yerda mana 500 litrlik bor. Buni egasi bor. Bu faqat ruchnoy. Mana bu deganimki, mana galovkalar ruchnoy. 500 litrlik qo'shimcha mineralniy добавкасы bor. Buni narxi $2000. Fadzakaz kelgan. Aloqaga chiqaverasizlar.